Salom, qadrli tomoshabinlar. Bugun siz bilan shunday bir muhim mavzuni muhokama qilamizki, bu har birimizga, hatto hozircha o'zini himoyalangan deb hisoblaydiganlarga ham tegishli. Gap raqamli musodara haqida ketmoqda. Bu shunday bir hodisaki, bir kun uyg'onib, barcha raqamli aktivlaringiz bank hisobingizdagi pullardan tortib, kriptovalyutalargacha, hatto ijtimoiy tarmoqlardagi shaxsiy sahifalaringiz ham yo'q bo'lib qolganini ko'rishingiz mumkin. Bu shunchaki bir xavotirli ssenariy emas. Balki bugungi kunda ko'plab odamlar duch kelayotgan va duch kelishi mumkin bo'lgan real tahdid. Bu ma'lumot sizning shaxsiy moliyaviy xavfsizligingiz, onlayn mavjudligingiz va hatto kelajagingiz uchun kritik darajada muhim. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hech bir daqiqasini o'tkazib yubormang va eng muhimi, hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosing. Bu bizning kelajakdagi videolarimiz uchun katta yordam bo'ladi. Muammoning mohiyati avvallari hamma narsa oddiyroq edi. Musodara deganda biz asosan moddiy mulk, uy, mashina, qimmatbaho buyumlar yoki bankdagi naqd pullar tushunardik. Ular jismoniy edi, ko'z bilan ko'rinardi, qo'l bilan ushlab ko'rilardi. Ularni olib qo'yish uchun sud qarori, ijrochi va ko'pincha mulkning o'zini jismonan olib ketish jarayoni talab qilinardi. Mulkni musodara qilish jarayoni odatda ancha murakkab va vaqt talab qiladigan bo'lib, hamma uchun ayon edi. Siz mulkingizni olib ketishayotganini ko'rar edingiz. Bunga qarshi chiqishga yoki himoyalanishga imkoniyat topardingiz. Bu jarayon nisbatan oshkora va tushunarli edi. Bugungi kunda esa dunyo butunlay o'zgardi. Moliyaning, munosabatlarning, hatto shaxsiy ma'lumotlarning aksariyati raqamli shaklga o'tdi. Bank hisobidagi pullar, kriptovalyutalar, onlayn biznesdagi daromadlar, ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlar, domen nomlari, raqamli litsenziyalar, hatto elektron kitoblar yoki onlayn kurslar ham endi raqamli aktiv hisoblanadi va ular an'anaviy moddiy mulk kabi jismoniy emas. Ular serverlarda, blokchain zanjirlarida, bulutli xotiralarda saqlanadi. Aynan mana shu jihat ularni bir tomondan qulay va tezkor qilgan bo'lsa, ikkinchi tomondan ularni musodara qilish jarayonini yanada oson va ba'zan hatto sezilmas holga keltirdi. Raqamli aktivlarni musodara qilish ko'pincha bir tugmani bosish orqali amalga oshishi mumkin va siz bu haqda o'zingizni virtual mulkingizni yo'qotganingizdan keyingina xabar topishingiz mumkin. Qadimgi qonunlar va huquqiy mexanizmlar raqamli dunyo tezligiga yetib bora olmayapti. Bu esa yangi muammolar va xavflarni keltirib chiqarmoqda. Asosiy qism 1. Batafsil tahlil xo'sh, raqamli musodara nima degani? Bu tushuncha raqamli aktivlaringizga, jumladan pullaringizga, ma'lumotlaringizga, hisoblaringizga yoki onlayn mulkingizga kirishni yo'qotishingizni anglatadi. Bu davlat organlari tomonidan sud qarori asosida yoki onlayn platformalar tomonidan o'z qoidalarini buzganingiz uchun amalga oshirilishi mumkin. Sizning raqamli dunyodagi borlig'ingizni boshqa birov nazorat qilib qo'yishi yoki butunlay olib qo'yishi mumkin. Kim xavotir olishi kerak? Aslida deyarli har bir zamonaviy odam xavotir olishi kerak. Lekin ba'zi guruhlar ayniqsa yuqori xavf ostida. 1. Bank kartalari va onlayn bank xizmatlaridan faol foydalanuvchilar. Bugungi kunda aksariyat odamlar naqd pulsiz hisob kitoblarga o'tgan. Ish haqi, pensiya, stipendiyalar bank kartalariga tushadi. Onlayn xaridlar, kommunal to'lovlar, soliqlarning barchasi raqamli tarzda amalga oshiriladi. Bu sizning eng asosiy raqamli aktivlaringizdan biridir. 2. Kriptovalyuta egalari. Bitcoin, Ethereum kabi kriptovalyutalar yoki boshqa raqamli tangalar va NFT egalari. Bu aktivlar harakatchanligi va ba'zida anonimlik bilan mashhur bo'lsa-da, ularni ham musodara qilish mumkin. Uch onlayn biznes egalari va frilanserlar, agar sizning daromadingiz onlayn platformalar, elektron to'lov tizimlari, domen nomlari yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali kelsa, siz ham xavf ostidasiz. 4. Ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lganlar va blogerlar. Agar sizning akkauntingiz Instagram, YouTube, TikTok, Telegram va boshqalar katta auditoriyaga ega bo'lsa va u sizning daromad manbaingiz yoki shaxsiy brendingizning asosiy qismi bo'lsa. 5. Shaxsiy ma'lumotlarni bulutli servislarda saqlovchilar. Google Drive, Dropbox, iCloud kabi bulutli xotiralarda saqlangan muhim hujjatlar, fotosuratlar, videolar. Kim kamroq xavotir olishi kerak? Bu yerda xavotir olmaslik emas, balki kamroq xavotir olish tushunchasini ishlatish to'g'riroq. Minimal raqamli izga ega bo'lganlar, ya'ni onlayn xizmatlardan deyarli foydalanmaydigan, kartada katta miqdorda pul saqlamaydigan, kriptovalyuta yoki onlayn biznes bilan shug'ullanmaydigan shaxslar uchun bu xavf kamroq bo'lishi mumkin. Lekin baribir
har birimizde mobil telefon, onlayn bank hisobi borligini inobatga olsak, mutlaq xavfsizlik degan narsa yo'q. Real hayotdan bir nechta aniq misollar. 1. Qarzni undirish maqsadida bank hisoblarini muzlatish. Vaziyat. Farida ismli ayol bankdan ipoteka krediti olgan va oxirgi oy davomida to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshira olmagan. Bank bir necha bor ogohlantirishlar yuborgan, ammo Farida ularga javob bermagan. Natija. Bank sudga da'vo arizasi bilan murojaat qiladi. Sud Farida zimmasiga umumiy hisobda 25 million so'm qarzni undirish haqida qaror chiqaradi. Sud ijrochisi ushbu qaror asosida Farida nomidagi barcha bank hisoblari, ish haqi kartasi, jamg'arma hisobi muzlatilishini talab qiluvchi buyruq beradi. Farida bir kuni bankomatdan pul yechishga uringanda yoki onlayn xarid qilmoqchi bo'lganda kartasiz bloklanganini ko'radi. Uning kartasidagi 7 million so'm pul darhol sud ijrochisi hisobiga o'tkaziladi va qolgan summa undirilmaguncha hisoblari blokirovka qilingan holda qoladi. Farida nafaqat ish haqi kartasidan foydalana oladi, balki elektron hamyondagi kichik miqdordagi pul ham muzlatib qo'yiladi. U o'zining raqamli puliga kirisha olmaydi. 2. Jinoiy faoliyatga aloqador kriptovalyutalarni musodara qilish. Vaziyat. Alisher ismli yigit internetda firibgarlik yo'li bilan pul topish sxemasini yo'lga qo'yadi. U odamlarni aldab, ularning pulini o'zining kriptovalyuta hamyoniga o'tkazishga ko'ndiradi. U bir necha oy ichida umumiy hisobda $50,000 qiymatidagi kriptovalyuta to'playdi. Natija, jabrlanganlar huquq tartibot organlariga murojaat qilishadi. Tergov jarayonida Alisherning jinoiy faoliyati isbotlanadi va uning kripto hamyon manzili aniqlanadi. Sud qarori bilan Alisherning kriptovalyuta birjasidagi akkaunti muzlatiladi va undagi barcha kriptovalyutalar musodara qilinadi. Bu jarayon an'anaviy pul musodarasidan farqli o'laroq bir necha soat ichida amalga oshiriladi. Chunki kriptovalyuta birjasi sud qaroriga binoan tranzaksiyalarni bloklashi va aktivlarni ko'chirishi mumkin. Alisher nafaqat pullarni, balki uning shaxsiy kompyuterdagi va telefondagi kripto hamyonlarga kirish uchun ishlatiladigan barcha raqamli kalitlar ham olib qo'yiladi. O'tu, ijtimoiy tarmoq qoidalarini buzganlik uchun akkauntni bloklash o'chirish. Vaziyat. Sarvar ismli bloger Instagramda juda katta auditoriyaga ega. Uning 1 milliondan ortiq obunachisi bor. U doimiy ravishda reklamalar joylashtirib ancha daromad topadi. Biroq Sarvar Instagramning kontent qoidalari, masalan, mualliflik huquqini buzish, taqiqlangan mahsulotlarni reklama qilish yoki noto'g'ri ma'lumot tarqatish bo'yicha bir necha bor ogohlantirish oladi. U bu ogohlantirishlarga e'tibor bermaydi. Natija, Instagram ma'muriyati Sarvarning akkauntini butunlay bloklaydi va keyinchalik o'chirib yuboradi. Sarvar nafaqat millionlab obunachilardan, balki ushbu akkaunt orqali topgan barcha daromad manbalaridan, hatto o'zining shaxsiy brendidan ham mahrum bo'ladi. Bu uning uchun nafaqat moliyaviy, balki reputatsiya jihatidan ham katta yo'qotish bo'ladi. Sarvarning raqamli aktivlari, uning obunachilari, kontentlari, reklama shartnomalari bir zumda yo'q bo'ladi. 4. Onlayn do'kon yoki platformadagi mablag'larni yo'qotish. Vaziyat. Dilyora xalqaro savdo platformasida, masalan, Amazon yoki Etsy kabi o'zining qo'lda ishlangan mahsulotlarni sotadi. Uning do'koni muvaffaqiyatli ishlaydi va har oy $200,000 atrofida daromad keltiradi. Bir kuni u platformaning savdo siyosatida kichik bir qoidani, masalan, tovarlarni yetkazib berish shartlarini buzish yoki boshqa sotuvchilarning mahsulotlarini noto'g'ri tasvirlash buzadi. Natija, platforma ma'muriyati Dilyoraning do'konini va uning hisobidagi $8,000 miqdoridagi mablag'ni muzlatadi. U nafaqat do'koniga kirish imkoniyatini yo'qotadi, balki mavjud pullarni ham ola olmaydi. Platforma o'z qoidalariga ko'ra bu pullarni qayta ko'rib chiqish yoki hatto o'zida qoldirish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Dilyora bir necha marta platforma bilan bog'lanishga urinadi, lekin ularning javobi qat'iy bo'ladi. Qoida buzilgan, mablag'lar qaytarilmaydi. Bu uning uchun kutilmagan va jiddiy moliyaviy zarba bo'ladi. 5. Davlatlararo sanksiyalar tufayli aktivlarni muzlatish. Vaziyat. Biror fuqaro, masalan, xorijiy davlat sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan shaxs xorijiy davlatda ro'yxatdan o'tgan onlayn bankda yoki kripto birjasida hisobiga ega. Uning hisobida jami $200,000 miqdoridagi pul mablag'lari va kripto aktivlar bor. Natija, xalqaro sanksiyalar joriy etilishi bilan ushbu fuqaro nomi bilan bog'liq barcha onlayn bank hisoblari va kripto birjadagi aktivlari darhol muzlatiladi. U bu mablag'larga kirish imkoniyatini to'liq yo'qotadi va ularni qaytarib olish uchun
uzoq va murakkab huquqiy kurashga kirishishga majbur bo'ladi. Ba'zi hollarda bu aktivlar butunlay musodara qilinishi ham mumkin. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, raqamli musodara faqatgina jinoiy faoliyatga aloqador shaxslarga tegishli emas. Har birimiz agar qoidalarni bilmasak yoki e'tiborsiz bo'lsak, o'zimizni shunday xavf ostida qoldirishimiz mumkin. Shuning uchun har doim ogoh bo'lish va onlayn faoliyatingizga jiddiy yondashish muhimdir. Asosiy qism 2. Istisnolar. Tuzoqlar va noaniq nuanslar raqamli musodara dunyosida hamma narsa bir qarashda ko'ringandek oddiy emas. Bu yerda bir qator istisnolar, kutilmagan tuzoqlar va huquqiy noaniqliklar mavjud bo'lib, ularni bilish sizni ko'plab muammolardan qutqarishi mumkin. 1. Yurisdiksiya masalasi. Sizning raqamli aktivlaringiz virtual bo'lsa-da, ular fizik jihatdan qayerdadir joylashgan serverlarda yoki blockchain zanjirlarida mavjud. Bu serverlar yoki platformalar ma'lum bir mamlakat qonunlariga bo'ysunadi. Misol uchun, agar sizning kriptovalyuta birjadagi akkauntingiz AQShda ro'yxatdan o'tgan kompaniyaga tegishli bo'lsa, u AQSh qonunlariga muvofiq harakat qiladi. Agar siz O'zbekistonda yashasangiz ham, AQSh sudi ushbu birjaga sizning aktivlaringizni muzlatish yoki musodara qilish to'g'risida buyruq berishi mumkin. Bu degani, sizning raqamli aktivlaringizga nisbatan bir nechta davlat qonunlari bir vaqtning o'zida qo'llanilishi mumkin. Bu esa vaziyatni juda murakkablashtiradi. 2. Anonimlik va kuzatiluvchanlik. Kriptovalyuta ko'pincha anonimlik bilan bog'lanadi, ammo bu to'liq to'g'ri emas. Blockchain bu barcha tranzaksiyalar ochiq va shaffof bo'lgan umumiy daftardir. Garchi ismingiz to'g'ridan to'g'ri ko'rsatilmasa-da, har bir tranzaksiya iz qoldiradi. Kriptovalyuta birjalari odatda foydalanuvchilardan KYC mijozingni bil protsedurasidan o'tishni talab qiladi. Bu esa ularning shaxsini aniqlaydi. Natijada birjalar sud qarori bilan sizning aktivlaringizni musodara qilishi mumkin. Misol uchun, bir kishi $100 million qiymatidagi bitcoinga ega bo'lib, uni anonim deb o'ylashi mumkin. Lekin agar u bu bitcoinni KYC tekshiruvidan o'tgan biror birjada sotishga harakat qilsa, uning shaxsi aniqlanadi va agar uning ustida musodara qarori bo'lsa, puli bloklanishi mumkin. Sovuq hamyonlarda internetga ulanmagan qurilmalar saqlangan kriptovalyuta uchun musodara qilish qiyinroq, chunki jismoniy kirish talab qilinadi. Ammo agar jismoniy qurilma, masalan, USB fleshga qo'lga kiritilsa, uning ichidagi barcha aktivlar ham yo'qotilishi mumkin. O'tu 3. Tomon nazorati va platforma qoidalari. Sizning raqamli aktivlaringiz ko'pincha banklar, kripto birjalar, ijtimoiy tarmoqlar kabi 3. tomon vositachilar orqali nazorat qilinadi. Bu platformalarning o'z qoidalari va shartlari, terms of service mavjud. Siz bu qoidalarni qabul qilganingizda, ular sizning ma'lumotlaringiz va aktivlaringiz bilan nima qilishlari mumkinligiga rozi bo'lasiz. Agar siz ularning qoidalarini buzsangiz, ular sizning akkauntingizni blokirovka qilishi, aktivlaringizni muzlatish yoki hatto o'chirib tashlashi mumkin, hatto hech qanday sud qarorisiz ham. Misol uchun, agar siz Instagramda reklamaga berilgan postlarda qoida buzarsiz, masalan to'lovni yashirib, organik kontent sifatida ko'rsatsangiz, platforma sizning sahifangizni o'chirib tashlashi mumkin. Bu esa sizning minglab soatlik mehnat va millionlab so'm daromadingizning raqamli musodara qilinishiga olib keladi. Bu qonuniy musodara emas, balki platforma ichki qoidalari asosidagi sanksiya bo'lsa-da, natijasi mulkni yo'qotish bilan barobardir. 4. Huquqiy jarayonning noaniqligi. An'anaviy musodara ko'pincha aniq qonuniy tartiblarga ega bo'lsa, raqamli aktivlar bo'yicha bu jarayon hali to'liq shakllanmagan. Ba'zi mamlakatlarda kriptovalyuta mulk sifatida tan olinmaydi, boshqalarida esa u qimmatli qog'oz yoki tovar sifatida qaraladi. Bu farq musodara jarayoniga bevosita ta'sir qiladi. Sudlar va huquq tartibot organlari tez-tez o'zgarib turadigan raqamli dunyoga moslashishga harakat qilmoqda. Shuningdek, ba'zi holatlarda aktivlarni musodara qilish uchun tezkor choralar ko'rilishi mumkin. Masalan, jinoiy faoliyatga aloqadorlik gumon qilinganda sizning xabardorligingizsiz ham. 5. Yumshoq musodara. Bu termin huquqiy jihatdan to'liq musodara bo'lmasa ham, sizning raqamli aktivlaringizga kirishni yo'qotishingizni anglatadi. Bunga parollarni unutish, akkauntlarning hakerlar tomonidan buzilishi, 2 faktorli autentifikatsiyani yo'qotish, telefoningizni yo'qotib qo'ysangiz yoki platformaning kutilmagan o'zgarishlari kiradi. Masalan, sizning elektron pochtangizga kirish huquqini yo'qotsangiz. Bu boshqa barcha bog'langan akkauntlaringizga, jumladan ijtimoiy tarmoqlar, onlayn banklar va kripto birjalarga kirishni ham
yo'qotishingizga olib kelishi mumkin. Garchi hech kim sizning pullaringizni musodara qilmagan bo'lsa-da, siz ularga kirisha olmaysiz. Natija esa xuddi musodara qilingandek bo'ladi. Bir tadbirkorning butun biznesi bilan bog'liq hujjatlar Google Drive'da saqlangan bo'lib, u parolini unutib Google hisobini tiklay olmagani natijasida barcha ma'lumotlardan mahrum bo'lgan holat yuz bergan. Bu uning uchun yuridik musodara bo'lmasa-da, amalda biznesini to'xtatib qo'ygan. Bu nuanslar shuni ko'rsatadiki, raqamli aktivlaringizni himoya qilish oddiy parol o'rnatishdan ko'ra murakkabroq. Har doim ehtiyot bo'lish, bilimlarni yangilab borish va imkon qadar huquqiy maslahatlardan foydalanish juda muhimdir. Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak? Raqamli musodara xavfidan o'zingizni himoya qilish uchun bir qator amaliy qadamlarni bajarishingiz mumkin. Bu shunchaki tavsiyalar emas, balki sizning raqamli mulkingizni asrash uchun zarur bo'lgan harakatlardir. Huquqlaringizni biling. Har bir mamlakatda raqamli aktivlarga nisbatan qonunlar har xil. O'zbekiston qonunchiligida raqamli aktivlar, xususan kripto aktivlar bilan bog'liq yangi qonunlar va nizomlar paydo bo'lmoqda. Sizning yashash joyingizdagi qonunlarni, ayniqsa bank hisoblari, soliqlarni undirish va kriptovalyutalar bo'yicha qoidalarni o'rganib chiqing. Qanday holatlarda sizning aktivlaringiz muzlatilishi yoki musodara qilinishi mumkinligini tushunib oling. Bu bilimlarni o'rganish uchun Adliya vazirligining yoki O'zbekiston Respublikasi prezidentining tegishli qarorlari va farmonlari bilan tanishib chiqishingiz mumkin. 2. Hisoblaringizni ishonchli himoya qiling. Har bir xizmat uchun noyob va murakkab parollar yarating. Kamida indiki belgi, harflar, raqamlar va belgilar aralashmasi. 2 faktorli autentifikatsiya 2FA. Bu juda muhim qadam. Iloji boricha. SMS kodlar o'rniga autentikator ilovalaridan Google Authenticator API foydalaning. Chunki SMS xavfsizligi ba'zan buzilishi mumkin. Agar telefoningizni yo'qotib qo'ysangiz, 2FA tiklash kodlarini saqlab qo'ying. Parol menejerlaridan foydalaning. LastPass, ePassword, Bitwarden kabi servislar parollaringizni xavfsiz saqlash va ularni eslab qolishga yordam beradi. Elektron pochtangizni himoyalang. Asosiy elektron pochtangiz bu boshqa barcha akkauntlaringizga kirish kalitidir. Uni eng yuqori darajada himoya qiling. Aktivlaringizni diversifikatsiya qiling. Barcha tuxumlarni bir savatga solmang. Bank hisoblari. Pulni bir nechta bank hisobida saqlang. Imkon bo'lsa, turli banklarda katta miqdordagi mablag'ni bir kartada saqlashdan ehtiyot bo'ling. Kriptovalyuta. Barcha kriptovalyutalaringizni bitta birjada yoki bitta hamyonda saqlamang. Kichik qismini birjalarda savdo uchun qoldiring. Katta qismini esa sovuq hamyonlarda, hardware wallet, ledger, trezor kabi yoki ishonchli kompyuterga o'rnatilgan dasturiy hamyonlarda saqlang. Bu ularga jismoniy kirishni talab qiladi va onlayn musodara qilishni qiyinlashtiradi. Ma'lumotlar, muhim ma'lumotlaringizni bir nechta joyda saqlang. Masalan, bulutli xotirada, tashqi qattiq diskda va kompyuteringizda. Xizmat ko'rsatish shartlari, Terms of Service bilan tanishing. Har bir onlayn platforma, ijtimoiy tarmoq yoki kripto birjasining o'z qoidalari bor. Ularni o'qib chiqing yoki kamida asosiy bandlari bilan tanishing. Bu qoidalar sizning aktivlaringizni qanday sharoitlarda bloklashlari yoki olib qo'yishlari mumkinligini belgilaydi. Ayniqsa monetizatsiya qiladigan akkauntlar yoki biznes platformalar uchun bu juda muhim. Misol uchun, YouTube'da monetizatsiya qoidalarini buzganingiz uchun daromadingiz olib tashlanishi yoki kanalingiz yopilishi mumkin. Bejit huquqiy maslahat oling. Agar sizda katta miqdordagi raqamli aktivlar bo'lsa, masalan, muhim domen nomlari, katta kriptovalyuta portfeli, onlayn biznes daromadlari, raqamli huquq sohasida mutaxassis bo'lgan advokat bilan maslahatlashing. Ular sizga aktivlaringizni qonuniy himoya qilish bo'yicha yo'nalish bera oladilar. 6. Raqamli merosni rejalashtirish. Hayot kutilmagan hodisalarga boy. Agar sizning raqamli aktivlaringiz bo'lsa, ularni meros qoldirish masalasini oldindan o'ylab qo'ying. Kim va qanday qilib sizning kriptovalyutalaringizga, ijtimoiy tarmoqlar yoki bulutli xotiralaringizga kirishi mumkin. Bu haqda vasiyatnomangizda ko'rsatishingiz yoki ishonchli shaxsga zarur ma'lumotlarni qanday yetkazish bo'yicha ko'rsatma berishingiz mumkin. Bu musodara bo'lmasa-da, yeginlaringiz uchun sizning raqamli mulkingizga kirishni osonlashtiradi. 7. Ma'lumotlaringizni muntazam zaxiralang, backup. Eng muhim fotosuratlar, hujjatlar, videolar va boshqa fayllarni doimiy ravishda zaxiralab boring. Ularni bir nechta joyda, bulut, tashqi disk, boshqa qurilma saqlang.
Agar biror servis musodara qilinsa yoki o'chirilsa, siz muhim ma'lumotlaringizni yo'qotmaysiz. 8. Moliyaviy faoliyatingizni kuzatib boring, bank hisobingizdan. Kripto hamyonlaringizdan yoki onlayn to'lov tizimlaridan harakatlar ro'yxatini muntazam tekshirib turing. Har qanday shubhali operatsiyani darhol bankka yoki servisga bildiring. Agar siz raqamli musodaraga duch kelsangiz, nima qilish kerak? Bir vahimaga tushmang. Avvalo, xotirjamlikni saqlang. 2. Barcha hujjatlar va dalillarni to'plang. Musodara to'g'risidagi bildirishnoma, sud qarori, bank xabarnomalari, tranzaksiya tarixchilari. Ijtimoiy tarmoqlardagi ogohlantirishlar, bularning barchasi kerak bo'ladi. Skrinshotlar yoki yozishmalar ham dalil bo'lishi mumkin. 3. Tegishli muassasa platformaga murojaat qiling. Birinchi navbatda sizning aktivlaringizni muzlatgan yoki musodara qilgan bank, kripto birjasi yoki ijtimoiy tarmoq platformasi bilan bog'laning. Vaziyatni aniqlashtiring. Sababini so'rang va murojaat qilish tartibini tushunib oling. 4. Darhol huquqiy maslahat oling. O'zbekiston yoki sizning aktivlaringiz joylashgan mamlakat qonunlari bo'yicha mutaxassis bo'lgan advokatga murojaat qiling. Raqamli huquq bo'yicha tajribali advokat sizning holatingizni tahlil qilib, qanday harakat qilish kerakligini tushuntiradi. 5. Rasmiy tartiblarga rioya qiling. Advokatning ko'rsatmalariga amal qiling. Agar apellyatsiya berish yoki sudga murojaat qilish zarur bo'lsa, barcha muddatlarga rioya qiling va barcha talab qilinadigan hujjatlarni taqdim eting. Xulosa va yakuniy chorlov mana. Ko'rib turganingizdek, raqamli musodara bu uzoq kelajakning emas, balki bugungi kunimizning real muammosi. U har birimizning shaxsiy moliyaviy xavfsizligimiz, erkinligimiz va raqamli dunyodagi mavjudligimizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun har doim ogoh bo'ling. Raqamli aktivlaringizni himoya qilishga jiddiy yondashing va bu boradagi bilimlaringizni doimiy ravishda oshirib boring. Texnologiyalar rivojlangani sari biz ham o'zimizni himoya qilish usullarini yangilab borishimiz kerak. Sizning bu boradagi fikrlaringiz biz uchun juda qiziq. Siz raqamli musodara haqida nima deb o'ylaysiz? Bunday holatlarga duch kelganmisiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Videoni foydali deb topgan bo'lsangiz, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha